Alloh taolo ba'zida mo'min bandani mashaqqatga, dushmanga yoki zolimga tashlab qo'yadi. Nima uchun? Yomon ko'rgani uchunmi? Yo'q. Ulug' bir hikmat uchun. U hikmatni kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga onamiz bizga mehribon bo'lgandan ko'ra mehribonroq. Modomiki shu kunni berdimi? Deb orqasida hikmat bor. Bu musibat yo gunohlarimiz ko'payib ketuvdi, ularni yuvish uchun keldi, yoki darajamizni Alloh taoloning huzurida ko'tarish uchun keldi. Ikkala holatda ham mo'min odam yutuqda bo'ladi. Alloh taolo ba'zida mo'min bandani mashaqqatga, dushmanga yoki zolimga tashlab qo'yadi. Nima uchun? Yomon ko'rgani uchunmi? Yo'q. Ulug' bir hikmat uchun. U hikmatni kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga onamiz bizga mehribon bo'lgandan ko'ra mehribonroq. Modomiki shu kunni berdimi? Deb orqasida hikmat bor. Bu musibat yo gunohlarimiz ko'payib ketuvdi, ularni yuvish uchun keldi, yoki darajamizni Alloh taoloning huzurida ko'tarish uchun keldi. Ikkala holatda ham mo'min odam yutuqda bo'ladi.